Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Bu rolikimda men sizlarga tirka tashlanishiga oson usulda zapravka, ya'ni ipga o'tirishni ko'rsatayapman. Masalan, bir ipdan bir ipga o'tishingiz uchun, ya'ni qizil ipdan ko'kka, qora ipdan oqqa o'tishingiz uchun iplarni shunday bog'lab chiqsangiz bo'ladi. Kesib turasizda, bog'lab chiqasiz, har birini erinmasdan bog'lab chiqamiz. Mana ko'rsatganimdek qilib. Bu oson usulda ipni zapravka qilish, birma-bir o'tirib o'tirmaysiz. Ikkinchi ishimiz pedalni e'tibor etamiz. Yonidagi hozir ko'rsatganim bu tikka donunga tegmaymiz. Ikkinchi yonda lapkani ko'taradim, pedalni bo'yini oyoqim bilan ko'rsatganman. Shuni bossangiz lapka diklanadi, hamda ipni tortganingizda yaxshi tortilib beradi ip. Agar uni bosmay ipni tortaman desangiz, ipni gelishi qiyin bo'ladi. Innasidan tutasizdan birinchi tortadigan ipimiz ikki ipini birdan tortamiz. Ikki innasidan tutasizdan eski ipingizni uchidan tutib tortasiz. Tortganingizda orqa tarafdan bog'lagan tarafingizdan keladi. Birinchi va ikkinchi liniyalar kelayotir. Bir liniya qolib turadi, chunki biz ikkita ipni tutganmiz. Yana ikki liniya keladi. E'tibor etamiz. Hamdasa bir roligim bilan ignalari oson usulda zapravka etish, ipni o'zgartirish, hamdasa ipni qaysi yo'nalishlar bo'yicha o'tkazish yo'llarini ko'rsatib o'taman. Davovatnom. Qaranglar, ipimiz bog'langan yeri kelayotir. Qaysi liniyadan o'tirish kerak? Agar ipni noldan o'tkazmoqchi bo'lsangiz ham shunday turib, qaysi liniyadan, ya'ni birinchi birini qo'yib berib, ikkinchidan o'tirilgan shularni e'tibor etamiz. Qaysi liniyadan kelishi, har biri o'zining liniyasidan kelishi kerak. Ina chiqib, teshiklari o'ziga ko'rsatilgan. Agar yanglishsangiz, toshkalari bor. Toshkalarni qarab topsangiz bo'ladi. E'tibor etamiz har bir detalga. Masalan, shu yanglishmang, agar o'zini to'g'ri texnologiyasi bo'yicha o'tkazsangiz, ipingiz uzilib ketmaydi. Qo'shilib yangi ko'k ip keldi. Ipingiz uzilib ketmaydi. Hamdasa tekis tikiladi. Endi eng teyini ipini tortamiz. Teyini ipi har qachon chekkada joylashgan bo'ladi. Yana oldin tortgan vaqtimizda lapkani yana shunday ko'taramiz. Lapkani ko'tarmasangiz ip kelmaydi, lekin ipini tortgandan oldingizga qaratib tortmang. Yonboshi yoki orqaroq tarafga qaratib tortamiz. Ipni lapkani ko'targan holda. Mana qaranglar, buni ham agar ipini noldan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, shu yo'nalish bo'yicha o'tkazasiz. Mana eng pastagiga kelyapti. Birni tashlab birga ip o'tkazilgan zapravleniyasi. Bu tegini ipi kelyapti. Mana ichkariga kirib ketdi. Ichkarida ham o'tadigan yerlari bor, o'ziga yarasha. Ularni ham keyingi nimalarida ko'rsataman. Mana chiqdi, tugilgan. Eng oson usuli shu, har birini birma-bir o'tkazib o'tirmasdan shunday bog'lab turib tortsangiz, oson usulda o'tkazasiz, hamda ishingizni yengillashtirib olasiz. Keyin iplarni ignaga o'tirishda ham e'tibor qilamiz qizlar. Har bir ipni o'zining kelgan liniyasi bor. Mana ko'rsatganimda masalan ignasini ham almashtirib o'tkazmang. Bu ham o'zib yuboradi, tikmangdek keyinchalik. Shu har qism o'zining to'g'risiga, o'zining liniyasiga o'tkazgan yaxshi. E'tibor qilamiz qizlar. Конечно, buni biladigan qizlarimiz juda ko'p. Endi buni istoriyasini aytib o'tirsam, bu mashinani o'ziga yarasha tartib qoidalari juda ham ko'p. Shuning uchun sizlarga qisqa qilib ipni eng oson usulda qanday o'tkazishni ko'rsatdim.